bugun sotuvga chiqayotgan ushbu joyimiz turar desak ham bo'ladi, no turar desak ham bo'ladi. Nimaga deysizmi? Aynan men sizga ajoyib lokatsiyadan ajoyib proyektga ega bo'lgan no turar obyekt topdim. Bu yerni turar qilish imkoniyati ham mavjud. Manzilimiz, bu yoq tarafimiz Media Park, bu yoq tarafimiz esa ko'rib o'tirganingizdek yangi qurilayotgan turistik zonani ikkinchi qavatdan ajoyib proyektga ega bo'lgan joy topib qo'ydim. Keling, men sizga proyekt bilan tanishtirib o'taman. Bu yoq qismimiz pod'ezd qismidan kiraverish eshigi. Bu yoq hol deysizmi, endi o'zingizning proyektingizga asosan bironta ideya qilib tayyorlanadigan joy. Ya'ni men o'zim tilimda hol deyman. Ana bu taraf yana bitta xonamiz. Bu yerda bitta xona va alohida sanuzul uchun joy qo'yilgan. Endilikda ikkinchi tomonga o'tamiz. Aynan bu yoq tarafimiz ikkita xonadan iborat. Bu yoq tarafni отдельно ishlatsangiz bo'ladi, bu yoq tarafni отдельно qilsangiz bo'ladi. Mana bu yerda esa sanuzulimiz uchun joy ajratilgan. Yana bir qulayliklardan biri aynan bu noturar binomizni pastdan, ya'ni ko'cha tomondan zinar tushirib beradilar. U imkoniyat ham mavjud. Xo'sh, keling, agar turar qilib olgan taqdiringizda 4 ta xonadan iborat bo'lgan gazdan muammosi bo'lmaydigan joyga aylanadi. Ko'rib turganingizdek, gaz liniyalari ham tushirilgan. Endilikda 3-xonamizga o'tamiz. 3-xonamiz ham keng va yorug'. Ko'rib turganingizdek, yana bitta sanuzul uchun joy ajratilgan. Buni buzib keng xonaga aylantirish imkoniyati ham bor. Buni narxini keladigan bo'lsak, uyda egasi yokida noturar binomizda egasi noturar sifatida olsangiz 10 milliondan, agar turar sifatida olmoqchi bo'lsak 8 milliondan yana ikkalasini ham kelishiladigan joyi bor deb aytishdi. Kimga ma'lumot qiziq bo'layotgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Shaxsan o'zim to'liq ma'lumot berib o'taman.